2026-yil 1-avgust holatiga ko'ra Jizzax viloyatida 5524 ta loyiha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlandi. Ulardan 1090 tasi tadbirkor ayollarga tegishli. Mazkur loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun kompaniya tomonidan jami 1 trillion 471 milliard so'mlik moliyaviy xizmat ko'rsatildi. Tadbirkorlarga taqdim etilgan moliyaviy ko'makning 778 milliard so'mi kafillik, 400 milliard so'mi kompensatsiya, 204 milliard so'mi mikrokreditlarni qayta moliyalashtirish, 22 milliard so'mi xizmatlar ipotekasi va 65 milliard so'mi resurs ajratish xizmatlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, kapitalga ulush kiritish xizmati orqali 3 milliard so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Viloyatda eng katta hajmdagi moliyaviy yordam Jizzax shahri tadbirkorlariga taqdim etildi. 333 milliard so'm. Keyingi o'rinlarni Sharof Rashidov tumani 230 milliard so'm, Zomin tumani 194 milliard so'm va Baxmal tumani 119 milliard so'm bilan egalladi. Bu mablag'lar nafaqat markaziy shahar va tumanlardagi, balki chekka hududlardagi loyihalarga ham yetkazildi. Jumladan, olis hududlarda amalga oshirilgan 586 ta loyiha kompaniya tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanib, ularga jami 210 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Sohalar kesimida tahlil qilsak, Jizzaxda eng ko'p yordam ko'rsatilgan loyihalar qishloq xo'jaligi sohasiga to'g'ri keladi. Undan keyingi o'rinlarni xizmat ko'rsatish va sanoat sohalari egallab turibdi. E'tiborga molik jihatlardan yana biri, viloyatda 1005 ta yashil iqtisodiyot loyihasi uchun 153 milliard so'm mablag' ajratilganidir. Bu yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan barqaror loyihalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kompaniya ko'magida tadbirkorlarning ixtiyorida aylanma mablag'larni shakllantirish va faoliyatini kengaytirish uchun 400 milliard so'm qoldirilib, ularning barqaror rivojlanishiga zamin yaratilmoqda.